Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshod aka sizmi? Da. Dilshod kabob. Da. Aka, men qarang. Mana shu shashlikxonangizda biz reklama qilib beramiz. 6 shashlik pishirib bersangiz bo'ldi. O'z reklama chartamasdagi odam ko'p o'zlari. Aka, siz bizga ishoning. Meni bitta akam borlar, reklamani qotiradilar. 6 shashlik pishirib bering, bo'ldi, boshqa narsa so'ramaymiz. Reklama chartamas bizga. O'zi aka, la qarang. Gaplashing. Ha, keling. Mana. Bu aka ulug' ekan, aka. Chartamas. Aka, mana shu reklama qilib bering, cho'tga qilib. Bo'ldi. Sen chartamas reklama hozir bizga. Yaxshi o'zing siz. Ishonmayaptilar shekilli. Bitta qotiring reklamani. Boshla. Men endi shunaqa gapiraman. Reklamamgacha boshqa joylarda 10 ta shashlik berib yuborishdi. To'g'ri, har kuni gummalar deganda qara 8 ta berdi, 15 ta berdi. Mana. Baza qo'rdik. Mana misol uchun bitta anaqa reklama qilaman. To'la. Toshkent shahrida Uchtepa tumani 5 qayrag'ochda pajarkani to'g'risiga kelsanglar Dilshod kabob katta qilib yozib qo'ygan. Shashliklarga gap yo'q. Yesangiz maza qilasiz, so'chingiz hamma og'zingizda qoladi. Boru. Ichkariga kelsangiz jigar shashlik deysizmi, mol go'shti, qo'y go'shti hammasi halol go'shtlardan shunaqa shirin og'zingizda eriydigan shashliklarni qilishadi. Va turli tuman ovqatlar ham bor. Mana mashinasini o'ziga gumma olganimizda 20 ta oladi. To'g'ri. Chartamas zotni aytdim. To'g'ri o'zimizda. Qarang, Dilshod aka, siz ishoning, xo'p de. Ichkarida xonalarni reklama qilib beradi. Kerak emas. Voy, Dilshod aka, shoshmang. Dilshod aka. Shular reklama qilsa bo'ladi. Ko'raman. O'tay qoplab tashlayman. Mana o'rta deyman. Mana o'rta ola. Mana shu yerga kirganingizda xonasida shunaqa joylari bor ekan. Bu katta ko'pchilik kelib o'tirgan joy bor ekan. Oilaviy kelib, do'stingiz bilan kelib o'tirsangiz shunaqa приятный, shunaqa maza qilib o'tiribchi. Xullas yoqin ishtalar. Bitta kelsanglar keyin bilasizlar. Qalay. Vaqt qochib ketaver. Ko'p narsa so'ramayman-ku. 6 shashlik. Mana buni qarang. Men 6 shashlik. Hozir qarang. Mana buni qo'yib etib bersam bor-ku. Yana ikkita qo'shib olishingiz mumkin. Toza havoda o'rtoqlar kun isib ketsa, qo'lda chiroyli stollar qilib qo'yishgan. Qarang, stol bilan yeng stollar. Maza qilib toza havoda o'tirish. O'diga o'tiradi hozir. Chartamas kerak emas bu. Ha, shashlikni to'rtani ko'rib, juda ko'myapti. Qarang, Dilshod aka, to'xta. Eshitdik. Bundan keyin o'rtoqlar, og'aynilar bilan kelasizmi, ulfat bilan kelasizlarmi, ishxona kelasizmi, men maza qilib o'tirasiz. Joyi nima deyapti? Joyiga qaranglar, shunaqa issiq. Men maza qilib gapingiz shaqa chiqmaydi. Eshitib, va qilib, ovqatlarni yeb maza qilib o'tirasizlar. Ko'rdingizmi aka? Zo'r reklama qilib beradilar dedim-ku sizga. Dilshod aka. Mana, Dilshodjon. Mana, bitta chiroyli shinamgina xonangiz bor ekan. Mana shunday reklama qilib. Ha, bu ham-ku. O'rtoqlar, bu ikkinchi xona. Bunday biladi, hamma biladi, biladi hamma. Asad tashlimida to'chash qo'yib yuboradi. Pulni yo'q, etmaysan shuni. Qo'yib olaman tashlimda. To'rtta deydimi? Bu reklama qilib berib, 6 ta qismini qolib. Dilshodjon, endi 4 ta kamda 6 ta deyvering endi. Reklama kerak emas dedi u. Pulni yo'q, to'rtta. To'chashni qo'yib olaring bo'ldi. O'tirmaydi bo'ldi. Reklama kerak emas ekan.